Mana hammamizning ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlarning asosi prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlarning madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish uchun katta xizmat qiladi. Qolaversa, mana kuni kecha prezidentimiz boshchiligida madaniyat va san'at sohasi vakillari bilan katta yig'ilish bo'lib o'tdi. Unga ko'ra, madaniyat va san'at sohasiga kiritilayotgan yangiliklar bilan tanishtirdi. Atab aytadigan bo'lsak, yangi o'quv yilidan boshlab 326 ta musiqa va san'at maktabidagi o'qituvchilarning oyligi ham umumta'lim maktablari bilan bir xil bo'ladi. Qolaversa, umumta'lim va musiqa maktabi o'qituvchilari ish haqiga o'quvchilarning cholg'ularini qay darajada ijro etishiga qarab 20% gacha ustama to'lanadi. Joriy yilning 1-sentyabridan esa respublika tanlovi g'oliblariga 100 million so'm, nufuzli xalqaro tanlov sovrindorlariga esa 300 million so'mgacha mukofot beriladi va ishtirok etish xarajatlari to'liq qoplanadigan bo'ldi. Ularning ustoz va murabbiylarning oylik maoshiga 100% gacha ustama to'lanadigan belgilandi. Har yili 100 nafar yoshlarning davlat hisobidan xorijiy madaniyat va san'at dargohlarida ta'lim olishi yo'lga qo'yilishi belgilandi.